Huawei va SAIC kompaniyalari yangi Shenji Z7 modelini taqdim etdi. Eng qiziq tomoni esa bu avtomobil tashqi ko'rinishi bilan deyarli Porsche Taycan'ga juda o'xshaydi. Lekin narxini eshitsangiz yanada hayratda qolasiz. Porsche Taycan taxminan $130,000 dan boshlansa, yangi Z7 esa atigi $28,000-30,000 atrofida bo'lishi kutilmoqda. Demak, savol juda oddiy. Bu avtomobil Porsche ko'rinishini arzon narxda taklif qiladigan eng qiziqarli elektromobillardan biri bo'ladimi? Keling Z7 haqida batafsil ko'rib chiqamiz. Shenji Z7 taxminan 5 metr uzunlikka ega, ya'ni u katta C-segment sedan hisoblanadi. Avtomobilning yon tomoni juda silliq va sport uslubida ishlangan bo'lib, aynan shu silueti Porsche Taycan'ni eslatadi. Mashinaning dizaynida bir nechta zamonaviy elementlar bor. Yangi dot matrix uslubidagi old faralar, tom qismida joylashgan lidar sensori, frameless oynalar, yarim yashirin eshik tutqichlari, orqa tomonda esa Star Driver LED chiroqlari paneli joylashgan. Bu dizayn ilgari faqat yuqori darajadagi Harmony OS avtomobillarida qo'llanilgan edi. Natijada Z7 nafaqat sport ko'rinishda, balki juda futuristik texnologik avtomobil sifatida ham ko'rinadi. Shenji Z7 Huawei tomonidan Turing platformasi asosida ishlab chiqilgan. Bu platforma avtomobilni nafaqat elektromobil, balki aqlli texnologik qurilmaga aylantiradi. Mashinaning yana bir qiziq jihati aylanadigan interaktiv displey. Bu ekran haydovchi yoki yo'lovchiga qarab burilishi mumkin va tizim kim foydalanayotganini aniqlab mos interfeysni ko'rsatadi. Shuningdek, avtomobilda Xiaoyi ovozli yordamchisi, zamonaviy raqamli kokpit, shaxsiylashtirilgan interyer makoni ham mavjud. Bu esa avtomobilni ayniqsa yosh haydovchilar uchun mo'ljallanganini ko'rsatadi. Huawei Z7 ni oddiy sharoitda emas, balki qor va muz ustida sinovdan o'tkazdi. Rasmiy videolarda avtomobil agressiv sinov drifting qilayotganini ko'rish mumkin. Bu esa mashinaning barqarorligi, boshqaruv tizimi, sovuq ob-havo sharoitida ishlashini ko'rsatib beradi. Demak, bu avtomobil faqat chiroyli dizayn, balki real hayot uchun tayyor elektromobil. Yana bir qiziqarli yangilik kompaniya Z7 T Shooting Brake versiyasini ham ko'rsatdi. Bu versiya sport uslubini saqlagan holda ko'proq yuk joyi va amaliyotni taklif qiladi. Ya'ni u Porsche Taycan Sport Turismo yoki vagon uslubidagi avtomobillarga o'xshaydi. Hozirgi paytda Xitoy elektromobil bozorida eng katta raqobatchilardan biri Xiaomi SU7. Huawei Z7 aynan shu segmentga kirib kelmoqda. Narxi taxminan 200,000 yuan, ya'ni $30,000 atrofida bo'lishi kutilmoqda. Agar shunday bo'lsa, bu avtomobil eng arzon sport elektromobillardan biriga aylanishi mumkin. Shenji Z7 juda qiziqarli loyiha bo'lib ko'rinmoqda. U Porsche Taycan'ga o'xshash dizayn, Huawei texnologiyalari, aqlli kokpit, lidar va haydovchi yordam tizimlari va juda past narx bilan bozorga katta shov-shuv qilishi mumkin. Bugungi videoda biz avtomobil olamida katta shov-shuvga sabab bo'layotgan yangi BYD Grid Tank haqida gaplashamiz. Bu oddiy SUV emas, bu Xitoyning mashhur BYD tomonidan ishlab chiqilgan yangi flagman model bo'lib, u hatto dunyoning eng mashhur premium SUVlariga ham jiddiy raqobatchi bo'lishi mumkin. Eng hayratlanarli faktlardan boshlaymiz. Yangi BYD Grid Tank bir zaryad bilan 950 kilometrgacha yurish masofasini taklif qilishi mumkin. Agar bu ko'rsatkich tasdiqlansa, u hozirgacha e'lon qilingan eng uzoq masofaga ega elektr SUVlardan biriga aylanishi mumkin. Bu esa elektr avtomobillar bilan uzoq masofaga sayohat qilish haqidagi tasavvurlarni butunlay o'zgartirib yuborishi ehtimoli bor. Avvalo BYD kompaniyasi haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Bugungi kunda BYD elektr va gibrid avtomobillar bozoridagi eng tez rivojlangan kompaniyalardan biri hisoblanadi. Dastlab batareya ishlab chiqaruvchi kompaniya sifatida faoliyat boshlagan BYD hozirda global avtomobil sanoatida muhim o'rin egallab bormoqda. So'nggi yillarda kompaniya Tesla bilan ham jiddiy raqobat qila boshladi. Ayniqsa Xitoy, Yevropa va Osiyo bozorlarida BYD avtomobillari tobora ko'proq mashhurlikka erishmoqda. Grid Tank esa kompaniyaning Dynasty seriyasidagi eng yuqori darajadagi flagman SUV hisoblanadi. Bu model orqali BYD nafaqat yangi texnologiyalarni namoyish qilmoqchi, balki premium segmentda ham o'z o'rnini mustahkamlashni maqsad qilgan. Dizaynga nasab tashlasak, Grid Tank juda zamonaviy va kuchli ko'rinishga ega. Old qismida katta radiator panjarasi, ingichka LED faralar va keskin chiziqlar avtomobilga agressiv va premium ko'rinish beradi. Yon tomondan qaraganda esa uning uzun bazasi va muvozanatli proporsiyalari darhol ko'zga tashlanadi. Orqa qismida esa hozirda zamonaviy SUVlarga juda mashhur bo'lib borayotgan to'liq LED yorug'lik paneli joylashgan.
Bu model hajmi bilan ham ajralib turadi. Avtomobil uzunligi 502 metr, g'ildirak bazasi esa 3 metrdan ortiq. Bu esa Gridtankni deyarli Range Rover yoki Mercedes GLS kabi katta premium SUVlar qatoriga olib chiqadi. Texnologiyalar borasida ham BYD juda katta qadam tashlagan. Yangi model 800 voltli elektr arxitekturaga ega bo'lishi mumkin. Bu esa juda tez zaryadlash imkonini beradi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, atigi 5 daqiqalik zaryad bilan 400 km masofa qo'shilishi mumkin. BYDning eng katta ustunliklaridan yana biri bu uning batareya texnologiyasi. Kompaniya o'zining Blade Battery deb ataladigan innovatsion batareyasini ishlab chiqqan. Bu batareya oddiy lithium batareyalarga qaraganda xavfsizroq, uzoqroq xizmat qiladi va energiyani samaraliroq saqlaydi. Aynan shu texnologiya tufayli BYD avtomobillari uzoq yurish masofasi va yuqori samaradorlikni ta'minlay olmoqda. Gridtank shuningdek yangi avlod platformasiga asoslangan bo'lishi mumkin. Ayrim manbalarga ko'ra, avtomobil DMO Super Hybrid platformasi asosida ishlab chiqiladi. Bu platforma elektr va gibrid texnologiyalarni maksimal samaradorlik bilan birlashtirish uchun ishlab chiqilgan. Shu sababli ayrim versiyalarda umumiy yurish masofasi 1200 km dan ham oshishi mumkin. Avtomobil zamonaviy elektron tizimlar bilan ham jihozlanadi. Masalan, lidar sensorlari, ilg'or haydovchiga yordam beruvchi tizimlar va BYDning yangi Dialing 5 multimedia tizimi mavjud bo'lishi kutilmoqda. Bu tizimlar haydovchiga yo'lni nazorat qilish, avtomatik parkovka qilish, xavfsiz masofani saqlash va turli xavfli vaziyatlarni oldini olishga yordam beradi. Kelajakda esa bunday texnologiyalar yarim avtonom haydash imkoniyatini ham taqdim etishi mumkin. Salonga kirganingizda esa haqiqiy premium muhitni ko'rasiz. Ichki qismi yuqori sifatli materiallar bilan bezatilgan. Qo'l bilan tikilgan charm, katta raqamli ekranlar va biznes klass darajasidagi qulayliklar mavjud. Avtomobil 6 o'rindiqli 3x2 konfiguratsiyada bo'lib, ikkinchi qatorda alohida kapitan kreslolari joylashgan. Barcha versiyalarda hatto 0 gravitatsiyali masajli o'rindiqlar ham bo'lishi mumkin. Yana bir qiziqarli texnologiya orqa g'ildiraklarni burilish tizimi. Bu katta SUVga kichik avtomobil kabi manyovr qilish imkonini beradi. Bundan tashqari BYDning Daisos C aqlli osma tizimi avtomobilni yo'l sharoitida moslab boshqaradi va maksimal qulaylikni ta'minlaydi. Agar Gridtankni boshqa mashhur SUVlar bilan solishtirsak, u juda qiziqarli pozitsiyada turadi. Hajmi va hashamati jihatidan u Range Rover, Toyota Land Cruiser 300 va Mercedes-Benz GLS kabi mashinalar bilan bir segmentda joylashadi. Ammo farqi shundaki, Gridtank zamonaviy elektr yoki gibrid texnologiyalar bilan jihozlangan. Bu esa yoqilg'i sarfi, ekologiya va texnologiya jihatidan uni ko'plab an'anaviy SUVlardan ustun qo'yishi mumkin. Gridtank haqiqatan ham e'lon qilingan texnik ko'rsatkichlar bilan ishlab chiqilsa, u global avtomobil bozorida jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Xitoy avtomobil ishlab chiqaruvchilari so'nggi yillarda juda tez rivojlanmoqda va ular endi nafaqat arzon avtomobillar bilan, balki premium va yuqori texnologiyali modellar bilan ham raqobat qilmoqda.